Saudiya Arabistoni Coca-Colaga raqib chiqib qoldi. Gap shundaki, Ar-Riyodagi festivalda Saudiya Arabistoni dunyoga Milaf Cola'ni taqdim etdi. U 100% xurmodan tayyorlangan ichimlik bo'lib, xurmoni mineral va vitaminlarga qanday boyligini yaxshi bilasiz. Saudiya Arabistoni dunyo xurmo zaxirasining 20% ga egalik qilganligi uchun u o'zining iqtisodiyotini diversifikatsiya qilmoqchi va xurmoni davlatning yangi ramziga aylantirmoqchi. Yangi avlodning 3dan 1 qismi kolani juda ko'p shakari bo'lganligi sababli ichishdan bosh tortmoqda. Milaf Cola esa 100% shakarsiz. Bu shunchaki startap emas, balkim cheksiz budjetga ega bo'lgan davlat loyihasi. Milaf Cola'ni dunyoga tarqatish uchun Saudiya Arabistoni 500 milliard dollarlik pul ajratgan. Ko'ramiz, bu raqobatda kim yutarkin? 140 yillik monopoliyami yoki arablarning trillion dollarlarimi? Innovatsiya va milliy resurslardan to'g'ri foydalanish mana shunday startap va davlat loyihalarini dunyo miqyosiga olib chiqishi mumkin. Shu kabi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.